Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan kreativda uy quramiz Minecraftda. Mana birinchi bo'lib tekis yo'l hosil qilamiz va bu yerda biz tekisroq emas, hayvonlar yo'q joyni qidirib, xo'sh, mana bu yerni to'g'rilab olsak va ushlaymiz. Endi men shu yerga sizlarga uy qurib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Iloji bo'lsa chiroyliroq qurib beraman. Birinchi bizga daraxt, bu taxta kerak. Bular вообще-то kerak emas. Birinchi bo'lib biz uyni hajmini qilib olamiz. Bizga bir qavatli uy ham yetadi. Bir qavatli uy quramiz. 6 blokdan bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 da bir blokini yer tosh bilan qilib chiqishimiz uchun shuning uchun 7 ta qildim. Aslida 6 ta bo'lish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Uyimizning hajmi salgina kattaroq bo'ladi do'stlar. 1 2 3 4 5 6 7 va bu yerdan necha qadam bosamiz va shu yetib qolsa kerak menimcha. Mana 1 2 3 4 5 6 7. Keyin ustini qo'yamiz. Buni tekisda bo'lishimiz kerak. Va buni mana sal xatogina qilibmiz. 2 3 4 5 6 7. Va biz endi toshni olamiz. Mana endi tagini tosh bilan o'rab chiqamiz. Ungacha men kamerani qotirib turaman. Mana do'stlar, va men nihoyat tosh bilan o'rab chiqdim. Ozgincha xatoliklar bo'ldi menda. Xo'sh, endi esa buni taxta bilan o'rab chiqamiz. Hozircha oynakka joy qoldirish shart emas. Biz keyin oynakka joyni buzib qilib olamiz. Qiyinchilik tug'dirmaydi bu narsa. Mana tezroq qilishimiz kerak iloji boricha. Mana men bu yerni taxtalar bilan o'rab chiqqandan so'ng kamerani yoqaman. Va mana do'stlar, men nihoyat qilib bo'ldim buni. Mana g'alati o'xshab qoldi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Qandaydir g'alati narsaga o'xshab qoldi. Va men bu uy bitgandan so'ng sizlarga bu uyning qanday chiroyli ko'rinishini sizlarga ko'rsatib beraman. Bizga toshli narsalardan bu yerga 2 ta, bu yerga bitta, bu yerga ham bitta. Ko'ryapsizlar, bunjani hammani qolganman. Bu 2 ta joyga teshikcha hosil qilamiz. Bu eshik uchun do'stlar. Biz mana bunday qora eshikni qo'yib, mana bu yerga fakilchalarni qo'yishimiz yo'q, hali fakil yetdi to'g'ri. Sal noto'g'ri qilib qo'ydim do'stlar. Buning uchun. Hop, endi biz oynaklarga joy ajratib olamiz. Bizga oynaklar va bizga blokka o'xshagan oynaklar kerak bo'ladi. Mana bunaqa. Biz eshigimizni aylantirib mana shunaqasiga buzib olamiz. Uyimiz chiroyliroq chiqishi uchun do'stlar. Mana bu yerda ortiqcha buzilib ketdi. Endi mana bunaqa oynaklardan qo'yamiz. Shu mening taktikamda uy qursangiz juda ham chiroyli chiqadi degan umiddaman. O'zingiz ham uy qurib ko'ring. Mana endi bu yerga biz 3 blok va bu yerga bitta, bu yerga ham bitta ochib mana bunday qilamiz do'stlar. Xo'sh, mana bo'ldi, tayyor. Mana shunday shaklda qilib olamiz va bu yerni oynaklar bilan o'rab chiqamiz do'stlar. Yo'q, yana xato qilib qo'ydim. Buzish muammo emas do'stlar. Va yana xato. Xo'sh, buni bu yerga qo'ysak, men tashlab olib ketmayman hozir. Mana va mana. Xuddi bu yoqqa ham shunday qilib buzib chiqib olamiz.
va bu yerga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta va mana bunday qilib mana o'xshaydigan umiddaman. Mana bu yerda ortiqcha buzilib ketib qoldi, uzr so'rayman. Va yana xatolik qilib qo'ydim do'stlar. Va mana bir xil bo'ldi degan umiddaman edim va bir xil bo'libdi. Yaxshi do'stlar, tezroq qurib olamiz. To'roninglar nega o'tirib oling? Mana bu yerga o'ynaylar va mana o'ynaklar ham bitdi va biz endi tomni qurishga o'tamiz. Xo'sh do'stlar, bizga uning uchun mana bunaqa chiroyli yarimtali bloklar kerak. Ularga mana topdik. Mana dubovaya plita. Buni Vyjvaniyada qurmoqchi bo'lsangiz agar shu o'yinni salgina qiynalasiz, ammo bu o'yinni qurish oson. Toshlar ham sal ko'proq ketadi. 1,5 stak tosh ketadi. Men qurib qo'ydim jonlida. Hozir nega jonlida qurmaganimning sababi menda vaqt sal ozroq do'stlar. Shuning uchun men sizlarga jonsiz, ya'ni kreativda qurib beryapman. Iloji boricha tezlik bilan quramiz do'stlar, iloji boricha. Mana biz bunga o'zgacha tom beramiz do'stlar. 3 burchak tom qilamiz buni ustiga biz va biz tashqariga chiqib bu yerni berkitamiz do'stlar. Xo'sh, va bizda mana bu xo'p, bizga o'tirg'ichlar kerak bo'ladi. Mana bundan. Do'stlar, men bunga o'zgacha tom qurmoqchiman. Mana ko'rib turibsiz o'zingiz. Mana bunday qilib tom quramiz hozir bunga. Mana do'stlar. Hop, endi biz bu yerga bitta qo'yib, ustiga buni qo'yib, mana buzsak, bu bilan bu birlashib ketadi. Shunday qilib, yana bu xato qo'yilib ketdi do'stlar. Vay, tushib ketdim. Mana shunday qilib qo'yib chiqamiz do'stlar. Mana yana xato. Mana yana sizlarga vay ahmoqman. Vay, shunda xato bir joyda do'stlar. Bu qancha vaqt quraman, kim biladi do'stlar. Va yana xato do'stlar. Kech ham tushyapti do'stlar. Mana oy chiqishini ko'ryapsiz. Yo'qdan quyosh va oy, 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 quyosh va oy. Men nega chiqib ketdim tepaga tushmay. Do'stlar, mana nihoyat ikkinchi qavatni qurib bo'ldik. Do'stlar, men mana shu yerni to'ldirib chiqqandan so'ng sizlar bilan sizlar bilan kameraga olaman. Men uxlayman hozir. Men uxlayman. Gaplarimda adashib ketyapman jicha. Mana kimimiz Creeper. Tez uxlasak yaxshi bo'lar edi. Nega? Tushundim. Uxlaymiz. Tezroq uxlay. Bo'ldi do'stlar. Va biz tashaveramiz. Mana sizlarga ovqat bo'ldi. Mana mening yuzim do'stlar. Siz shomiylar, hayotda yuzim o'shacha. Hayotda xo'sh, endi sal tezlashib qurib qo'yamiz do'stlar. Mana endi sal birinchi qavatini tezroq quryapman. Mana endi bu yerga bitta taxta va Vay, yana nima qildim do'stlar. Buni olib, buni berkitib shu kir jallod vakili deb harom bo'ldi do'stlar. Hop, yana qo'ymaysan. Yaxshi bo'ldi do'stlar. Agar meni obunachilarim PUBG o'ynasangiz,
PUBG'dan nomimni aytib o'taman videoni kengrog'ida. Menga durja tashlasanglar birga o'ynaymiz do'stlar. Agarda kimda kim PUBG o'ynasa, menga durja tashlashni unutmanglar. Birga o'ynaymiz do'stlar. Shu PUBG'dan sal yaqinroq tanishamiz. Xo'p, mana ikkinchi qavatini ham qurib bo'ldim do'stlar. Endi 3-qavatini quramiz. Do'stlar, xato qilib qo'ydim. Va men tomni bitirgandan so'ng kamerani yoqaman. Mana do'stlar, shu joyda men sizlarga PUBG'dagi nomimni aytib ketaman. Kirib, durja tashlash joyiga kirib, hammasini katta deb yozasizlar do'stlar. ITIS deb yozasizlar. ITIS T bilan yozasiz, C emas, o'zbek tilida. Joy tashlangan IBO deb yozasiz. ITIS IBO tushungan bo'lsangiz yozishni unutmang. Durja tashlab qo'yishni ham. Va men tomni bitirib kamerani yoqaman. Va mana do'stlar, men tomni bitirib oldim. Endi men bekitib kamerani yoqaman. Va mana do'stlar, men tomni nihoyat bitirib oldim. Mana sizlarga tepaga chiqib ko'rsatib beraman. Ne chiqmayapti? Mana chiqishni yangi yo'li. Mana do'stlar, bu yer ombor bo'ladi men uchun. Mana bo'ldi. Do'stlar, endi uyni jihozlash qoldi xolos. Men ham jihozlab bo'lib kamerani yoqaman. Va mana do'stlar, bizning uyimiz bitdi. Mana turishlari chiroyli turibdi-ya. Do'stlar, baribir men qurgan uy zo'r chiqadi. Binoni mana do'stlar, uyning mana agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.